Şotlandiya. Nessining Şotlandiya köynüki. Kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Weibo va uning do'stlari xatarlik suv maxluqi safariga qadam qo'ymoqchi. Bu Şotlandiya zimini. Bu davlat bak güzelken, yop-yeşil. Bu Şotlandiya. Yaylaq və kölləri, yana qoyları ən dağlıq. Bu yoqqa qaranglar. Ko'pchilik tayyorlaninglar. Tez bo'linglar. Berib ko'rib boqayli. Bo'ldimi? Diqqat. Tatinglar. Kuchga tatinglar, yigitlar. Kechiringlar. Nima bo'ldi? Nereden keldin yigit? Men Weibo. Bu ikkisi mening do'stlarim, Henry bilan Baby. Intayin xushalman Weibo. Men Bulichi. Men Avaylang. Asta. Bo'ldi, yigitlar. Baştın kileyli, baştın. Bu nima narsa? Bu Şotlandiya köynüki cintek. Men jintak emas. Men degan go'zal o'yinchoq eshik. Kechiring bo'lichi. Voy uni nima dedingiz? Şotland köynükimi? Şotlandiya köynügi Şotlandiyaning an'anaviy kiyimi. Lekin bu kiyim sal cho'ngmi qandaq, ha? Bunu intayin çoğun bir Şotlandiyalik bilmekçi biz. Bugün onun tug'ilgan kuni. Sizlar neskiliga bormoqchimi? Ha, bizdan shu yerga bormoqchi. Bak yaxshi bo'ldi. Bizga buni qo'yishib beramsizlar. Demoqchimanki, biz buni bog'lab bo'lsak, Albatta bo'ladi. Biz yana bog'lashmasak ham bo'ladi. Yuray Henry. qaltis. Uchalaydigan ishgan o. Mening yigitlarim, qaltis. Biz qanday qilib sening Şotlandiyalik do'stingni topa olamiz? Şotlandiya degan bu davlat bak cho'ng. Yer maydoni 48950 kvadrat kilometr keladi. Şotlandiyalik donliq kishilardan telefonni kashf qilgan Alexander Graham Bell va penisillinni kashf qilgan Kenneth Alexander Fleming. O ikkisining ismi Alexander. Gerçi Şotlandiyaliklarning hammasining ismi bu bo'lmasimi? Mening ismim Alexander. Sen cho'qim nurg'un ishlarni bilasan yigit. Men hammani bilaman. Lekin mening bilmoqchi bo'lganim, biz sening do'stingni qanday topamiz? Oningda hargiz chatoq yo'q. Faqat yo'l bo'yi qo'y sanab menib, 2354-tuyoq qo'yni sanab bo'lgandan keyin uning uyini topa olasizlar. Sizlar mendan boshlab sananglar. Qo'ng'iroq bo'chsani sanab bo'laveradi. Uning ismi nima? Nessi. To'xtang. Siz Nessi kuli suv maxluqini da'vatamsiz? Dal shu. Ansirashning hojati yo'q. Biz qo'ylar ilgari uningdan baq qo'rqatdik. Lekin bir kuni Alexander suvga tushib ketgan tasdiq qildi. Nessi paydo bo'lib uni qutqizib olgan. Biz shuningdan bildikki, u haqiqatan bir yaxshi odam ekan. Yuringlar yigitlar. Kela Alexander. U suv maxluqini da'vatamda? Ansirma baby. Meningcha bu ishning degani rost gap. Bu haqiqatan bir yaxshi niyatli suv maxluqi. Men ko'rib baqay. Bo'ldi. Biz qo'y sanashni boshlaylik. Bir, 2, 3, 4, 5 473 474 Men bak yerib ketdim. Qo'y sanasi bak uyqu bosur ekan. Chatoq bo'ldi. Ko'zim ichilmayotdi.
1322 1323 Weibo! Weibo! Şotlandiya köyündeki. Qo'qlayli. Sana desem Markivin. Nessi Gölü'de su məxluqu yox. Bu faqat rivoyat. Elbette ba İngiliz. Cəzimləşdirələm sən. Sen yoxluqni qandaq cəzimləşdirirsən? Çünki su məxluqu degan bu narsa azaldan mavjud emas. O faqat tasavvurdagi narsalar. Gigant odam, ajdaho, su məxluqi hammasini biz xiyoldan yaratgan. Ba'zilarning bak dötligiga ishon. Bayqı hilqi bir uşarı işitmi? Tez bulaylı. Şotlandiya köyündeki soğuk düşüp ketadigan bo'ldi. Çataq bo'ldi. Tez. Tazimi bir bundaq bo'lganda teximi ig'irlab ketadigan bo'ldi. Hey, ben qaqılınıp misrang bo'lmoqchi. İşlarni boshqa yerga berib qilinglar. Keçirgin. Sen bilemsen, sen kaçıncı qo'y? Küçükçak, senin qaysi qo'ydan boshlab sanığınıga qaraymiz emasmi? Sen bolichi deydigan qo'yni bilemsen. Albatta bilman. O birinci qo'y. Ondaqda men 2205-qo'y. Sana köp rahmet. Rencimigin seni avarı qilib qo'ydik. Men uchun sharaf. Ey! Hey, keçirgin qo'zcha. Men. Bolichidan boshlab sanaganda sen kaçıncı qo'y? Men 2354-qo'y. Men. Biz sanab boptuk. Biz endi nima qilamiz? Uyda odam bormi? Amaliyotda burun hech kim Nessi Gölü su məxluqini haqiqiy ko'rib baxmagan. O nima degan gap? O degan bir rivoyat. Nurg'un kishilar bu xil suv maxluqining mavjudligini isbotlamoqchi bo'lgan. Lekin qoyil qilarlik isbot yo'q. Kim biladi, balkim u rost emasdir. Bay qiziqarli, shundaqmi? Ilmiy nuqtadan aytganda suv maxluqi mavjud emas. Bu yerdami, boshqa yerdami yo'q. Demoqchimanki, Nessi Gölü'da suv maxluqi bo'lsa, nerdan kelgan sirlar bu? Nimishqa pat-pat ko'rinmaydi? Bo'ladi. Rostini aytsam, butun badanim yalang'och sirtib menib yursam, belki sat turdi ekan. Albatta, bu albatta yaxshi bahona. U bir xijilchan suv maxluqi, kiyim kiymay sirtqa chiqishni yaxshi ko'rmaydi. Nima? Meningcha ular hech nimani demadi. Fikring bormi? Men hozir bu ikki do'stim bilan haqqoniy va aqli yo'sinda suv maxluqi to'g'rilab fikr almashtiryapman. Suv maxluqi, qochayli! Su maxluqi! Weibo! Baby. Chiqa, aslancha. Rahmat sana. Hey Nessi, sana dostlar Weibo bilan Henry'ni tanıştırıp qo'yay. Chiqinglar birodarlar. Esinglardimi? O bir yaxshi niyatli su maxluqi. To'g'ri. Hey Nessi, Deşdikmi? qo'rqib ketganimizdan xijilmiz. Biz sana o'xshash suv maxluqini ko'rib boqmabdi ekanmiz. Men bu ushar ishni ko'rmabdi ekanman. Demoqchimanki, belki olaydi ekan. Rahmat. Unutib qolg'il tas qaptimi? Bo'ldimi? Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Nessi, riyallikqa aylansin tilak. Sizlarga ko'p rahmat. Bugun mening tug'ilgan kunim ekanligini sizlar qandoq bildinglar? Biz yana kichik
Meningcha bu sovg'a faqat kichik emas. Shundaqmi? Nima sovg'a? Ko'rib baqsam bo'lamdi. Mana ko'ring. Shotlandiya ko'yniki faqatli ishongim kelmayotidi. Do'sting bo'lichi sovuq qilgan. Bo'lichi, birodar. Bundaq bo'lganda suvdan chiqqim kelganda chiqalaydigan bo'ldim-da. Rahmat sana Vibo. Rahmat sana Bibi. Rahmat sana Henry. Tug'ilgan kuningizni muborak Nessi. Xayr xo'sh. Tushundinglarmi kichik do'stlar? Tashqi qiyofat odam aldaydi. Cho'ng kichikligi yoki tashqi qiyofati bilan kishiga baho bermaslik kerak. Ichki dunyo eng muhim. Xayr xo'sh.